iltimos boshqa shunaqa romlarni qilmanglar. Binoda fasadida romlarni ham chiroyli qilinishi juda alohida ahamiyat kasb qiladi. Lekin hozirgi kunda ko'p uylarda kuzatayotgan narsam haligacha romlarni mana bunaqa dizaynda qilinyapti. Bu endi ochig'ini aytganda ancha eskirdi. Iltimos boshqa shunaqa romlarni qilmanglar. Buni o'rniga bunaqa formada bo'lishi mumkin. Mana bunaqa holatda bo'lishi mumkin. Variantlar ko'p, lekin bundan ancha chiroyli ko'rinadi. Bu romga keladigan bo'lsak, hozir o'sha texnologiyalar rivojlandi, balki oldin o'sha mana bu petkasiga og'irlik, mana bu rom og'irlik tushib qiyshayib qolishligidan qo'rqib balki bunaqa qilingandir, lekin hozir o'sha texnologiyalar ancha rivojlanib, bemalol katta romlarni demak yaxshi ushlab turadi. Va chiroyli qilingan fasadda ham, ayniqsa zamonaviy fasadlarda bunaqa rom ancha fasadlarni buzib qo'yadi. Men tavsiyam iloji bo'lsa minimalistik, demak bunaqa yoki bunaqa bo'lishi mumkin. Ranglarni ham to'qroq, seriyroq rangda bo'lsa juda ham chiroyli chiqadi.